30 Mart günü tushdan keyin Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Uyg'urlar uchrayotgan ig'ir zulmni to'xtatish uchun Xitoyga qarata qo'llangan tadbirlarning o'tirg'i qo'yilishi va ijro qilinishida muhim rol o'ynayotgan Amerika Davlat Majlisi a'zolariga minnatdorlik bildirish faoliyati o'tkazdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi o'tgan yili 19 yanvar kuni Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamli bostirishini rasmiy irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan edi. Shundan boshlab Amerika hozirgacha Uyg'urlarga munosabatli bir qancha muhim qonunlarni yo'lga qo'ydi. 2020 yılı 2. ayda ömrü həcc qilish uchun Saudiya Arabistonga berib, shu yili 11. ayda Saudiya doiralari tarafidan tutqun qilingan Hamdullah Vali bilan Nur Muhammad Rozi Xitoyga qaytarilish xavfiga duch keldi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Saudiya Arabiston hukumatidan tutqundagi Hamdullah Vali bilan Nur Muhammad Rozini Xitoyga qaytarmaslikka talab qilayotgan bir vaqtda Hamdullah Valining Turkiyada turishliq farzandlarining aytishicha, Saudiya doiralari bu hafta Hamdullah va Nur Muhammad to'g'risida ularga uchur yetkazayotgan Makkadagi bir kishini tutqun qilib, hammasini chegaradan qo'g'lab chiqarish markaziga qamab qo'ygan. 20 Mart günü 28 yaşlıq yaş Uyghur faoliyatchi İntizar İlham özünün Avstraliya parlament sayılımıga qatnashadiganligini bildirdi. Hamda Xitoyning Avstraliyaga, Uyg'urlarga jumladan dunyoga ilib kelayotgan tahdidlarga qarshi raqobatga tayyor bo'ladiganligini jakarıldı. Shu kuni bu xabar Avstraliya ABC xabarlari kanalida xabar qilindi. 2 yıldan buyon tunji qatim Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'tirsida o'tkazilgan rahbarlar uchrashuvida Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchiligi hamda uning Yevropa va Xitoy munosabatiga bo'lgan ta'siri muzokara qilindi. Yevropa Kengashining raisi Charles Michel, Yevropa ittifoqi komitetining raisi Ursula von der Leyen, Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati yuqori darajalik vakili Josep Borrell oldi bilan Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan orqadan prezident Xi Jinping bilan ko'rishdi. Yevropa ittifoqi Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilikni qo'llamaslikka ogohlantirgan bo'lsa-mu, Beijing hukumati o'zlarining talab tutishini rad qilganligini va qutblashishga qarshi turganligini bildirdi. Xitoy Yevropa ittifoqiga Amerikadan mustaqil harakat qilish to'g'risida signal berdi. O'zbekistonda Qirg'izistonning janubidagi Batken rayonining Margoniyasida 9 oy ichida 3 million 500 ming dollar mablag' selingan 330 o'quvchi sig'adigan maktab soldi. Bu maktabning ichilishiga Qirg'iziston Ministrlar Kengashining raisi Akebek Japarov va o shahrida ziyoratda bo'layotgan O'zbekiston bosh ministri Abdullah Aripov to'rdan qatnashdi. İsrailiya bilan Arab Birlashma Xalifaligi ikki taraflik erkin savdo kelishimi suhbatini oxirlashtirdi. Kelishimni tarixiy qadam deb tasvirlagan Avstraliya bosh ministri Naftali Bennett erkin savdo bilan ikki davlat o'rtasida o'rnatilgan yaxshi munosabatning kuchaytirilganligini va buning har ikki davlat fuqarolariga naf yetkazganligini ko'rsatdi. Rossiya energiya şirketi Gazprom 4 ayning 1 kunidan boshlab to'shiladigan Rossiya gazi uchun rublda chiqim qilinganligini va yangi pul to'lash shartlariga munosabatli rasmiy uchurlarni aloqador taraflarga yetkazganligini e'lon qildi.